Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 15-dekabrdagi qaroriga asosan transport nazorati inspeksiyasi avtomobil va suv transportida nazorat boshqarmasining Toshkent shahar hududiy bo'limi tomonidan qator nazorat va profilaktik ishlar olib borilmoqda. Aniqlangan huquqbuzarliklar bo'yicha tez va shaffof choralar qo'llanilishi amalga oshirish maqsadida joylarda sayyor sud majlislari o'tkazilyapti. Transport nazorati inspeksiyasi sohasini raqamlashtirish va korrupsiogen holatlarni oldini olish maqsadida inspeksiyaning 241 nafar xodimi zamonaviy planshet qurilmalari bilan to'liq ta'minladi. Bugungi kunda rasmiylashtirishdan tortib sudga taqdim etishgacha bo'lgan barcha bosqichlar to'liq raqamlashtirilgan shaklda amalga oshirilayotganining har tomonlama afzalliklari ish jarayonlarida ham o'z tasdig'ini topmoqda. Yo'lovchi tashish bilan shug'ullanuvchi ko'p haydovchilar litsenziya shartlariga amal qilmasligi, litsenziyani olmasdan faoliyat ko'rsatadi. Inspeksiya xodimi tomonidan tadbir davomida aniqlangan huquqbuzarlik bo'yicha bugun sayyor sud o'tkazilmoqda. Xususan, islohotlar doirasida kuni kecha Tosh shahar Transxizmat aksiyadorlik jamiyati binosida jinoyat ishlari bo'yicha Sergeli tuman sudi tergov sudyalari tomonidan sayyor sud majlisi bo'lib o'tdi. Tergov sudyalari tashkil qilindi 2025-yilda, ya'ni sud tergov bosqichiga qadar har bir protsessual majburlov choralari, protsessual harakatlar ko'rib chiqilishi belgilangan. Ushbu qarorni ijrosini ta'minlash maqsadida keng ko'lamli ishlar olib borilyapti. Tergov sudyalari faoliyatidagi sanksiya va majburlov choralarini ko'rishda vakolat doirasi yanada kengaytirildi. Ehtiyot choralarini o'zgartirish, bekor qilish vakolatlari ham yuklanishi ko'zda tutilmoqda. Men o'ylayman, mana shu tergov sudyalariga bo'lgan ishonchi bu bizga juda kuch-quvvat beradi. Bundan keyin yanada vijdonan mas'uliyat bilan yondashishga undaydi. Bo'lib o'tgan sayyor sud davomida tergov sudyalari tomonidan Transport vazirligi huzuridagi transport nazorati inspeksiyasi xodimlari ishtirokida tuzilgan Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 176 prim 3-moddasi, ya'ni avtomobil transportida yo'lovchilar tashish faoliyati bilan litsenziyasiz shug'ullangan hamda 176 prim 4-moddasi, ya'ni taksilarni yagona tanish belgilari bilan jihozlashga doir talablarni buzgan jami 151 nafar haydovchilarning huquqbuzarlik ishlari ko'rib chiqildi. Transport nazorati inspektorlari tomonidan taksi tanish belgilarsiz haydovchilarga oid rasmiylashtirilgan bayonnomalarni ochiq sayyor sud majlisida ko'rib chiqdik. Avvalambor aholiga mana shu faoliyat bilan shug'ullanganligi uchun hujjatlarni rasmiylashtirilishi, kelgusida shu kabi qoidabuzarliklarni sodir qilmasliklari uchun yana bir bor tushuntirib o'tdik. Maqsadimiz asosiy mutaxassislar ishtirokida ko'ramiz. Ertaga mana fuqarolar bilan inspektorlar o'rtasida kelib chiqadigan muammolar yoki tushunmovchiliklar bo'lsa, joyida bartaraf qilinadi. Yo'lovchi tashish xizmatida yurganimda inspeksiya xodimlari to'xtatishganda avtomobilimda shaxmat belgisi yo'qligi uchun bir oy ichida bartaraf qilish uchun bayonnoma tuzishdi menga. Sayyor sudga chaqirishdi. Ko'rsatdim bartaraf qilganligim to'g'risida. Sudya tomonidan menga ma'muriy jarima qo'llanilmadi. Men bundan xursandman. Barcha haydovchilarga aytib qolaman. Tegishli belgilarni qo'yib, qonuniy tartibda faoliyat olib borishlarini so'rab qolaman. O'tkazilgan ochiq sayyor sud majlisida 151 nafar huquqbuzarning 100 nafariga yengilroq jarima jazosi tayinlanib, qolgan 51 nafariga qonun buzilish holatlarini o'z vaqtida bartaraf etganligi bois ularga nisbatan qo'llanilishi kerak bo'lgan ma'muriy jazo ishi tugatildi.